Assalomu alaykum hurmatli Mebelix Time obunachilari. Mana ko'rib turganimizdek Sizlar uchun yana bir ishimizni bitirib video obzor qilmoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mokriy zar akrildan bo'ldi. Korpuslari mokriy antraksit laminatdan bo'ldi. Hop ko'rib turganimizdek 3,5 metr eni 3,5 metr uzunligida bo'lgan ko'xinimiz obzor qilamiz. Mana bir chekka vazifalarimizni o'stirib oldik. Qalbingiz tepasiga ko'rishingiz mumkin. Kattagina yashirib berganmiz. Hop. Romaga mana pasilga tortma berganmiz. Ikki tomon bir xil bo'lishi mumkin. Ochilishlar pastiga to'g'ri, tepaga yana ikkita narsalar qo'ysa bo'ladi. Bu yerga moykamizni ustanibga qilamiz, ko'rishingiz mumkin. Mana moykamiz tegiga mana chiqarib qilib berganmiz. Hop. Ikki tomon bir xil bo'lishi uchun bir xil dizayn qilganmiz. Bu tomonga ham xuddi shu ko'rinishda mana ishga tortmalari bilan tortmada zaryadligimiz qolib ketibdi. Yaxshi. O'ylab olamiz. Hop, ko'rib turibsizlar mumkin. O'ng tomonga o'rtaga qilganmiz mana. Shkaflarni. O'rtaga mana bu yerga uch etash qilib ikkita poyga bemalol anchagina ish-tovoqlarni joylashingiz mumkin. Bu tomonga ochilishlarini mana past bilan bir xil fasonda berganmiz. Hop, bu yerga zontigimizni o'rnatamiz. Xudo xolasa zontiklarimiz olishmagan ekan, keyin ustolikka qilib beramiz. Zontigimiz yoniga mana yana kattagina ko'rinishda shkaf qilib berganmiz. Fasoni bir xil bo'lgan holatda, o'zgarmagan holatda mana pastiga ham katta yashik qilib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Bu yerga endi gazimizni ustolikka qilamiz. Hop, hurmatli kuzatuvchilarimiz, kimga shunaqa ishlarimiz kerak bo'lsa, boshqa turdagi mebellar bo'lsa ham bemalol Mebelix Time'ga aloqa chiqaverasizlar. Nomerlarimizni pastga yozib qoldiramiz. Poddeska qilishda to'xtamanglar. O'zlaringizning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Kamchiliklar bo'lsa to'ldirib, bundan ham chiroyli ishlar qilishga harakat qilamiz. Hammaga omad. Poddeska qilishda to'xtamanglar.